Bugun do'st deymiz, jo'ra deymiz. Bugun do'stchilik azizlar choyxonalarda bo'lib qoldi. Choyxonalarda o'tirishlikda, osh yeyishlikda bo'lib qoldi. Bir joyga borishadi, oshni yeyishadi, hammalari qo'lda telefon, u yoqqa yonboshlagan, bu yoqqa yonboshlagan, o'tirib turib, o'shalarning ichida bir suhbatlar kamayib ketgan. Ey do'stim, ko'rmaganimiz qancha vaqt bo'lib ketdi. Sizda nima gap, nima muammo, oilangizda, farzandlaringizda qanaqangi gap, o'qityapsizmi, ishlatyapsizmi, o'zingiz nima qilib yuribsiz degan gap so'zlar azizlar kamayib ketyapti. Bu do'st degani faqat bir joyga borib o'tirish, osh yeyish, suhbatlashish, qachondir bir gap qilish emas, balki uni bir holidan, ahvolidan boxabar bo'lib turishlik bu do'stlikdir. Ba'zi insonlarni bilasiz, har hafta o'tiradi, lekin do'sti uyida qiynalib bir kasallik yo bir boshqa muammo bilan yurganini bilmaydi. Kecha o'tirgan edik oshda, indamabdi deydi. U qandoq aytadi holini so'ramasak, bilmasak, uyga bormasak, ahvoli qanaqa, qanaqangi sharoitda yashayapti? Ana bu narsalardan azizlar boxabar bo'lib turishlik kerak. Hozir faqat birovni uyiga tuyda boramiz, biror bir narsa bo'lsa birovni uyiga boramiz. Bo'lmasa birovni uyiga hozir hech kim bormaydi. Qo'shnisi bo'lsa ham uyiga chiqib bir taqillatib, xolis qandoq deb ba'zilar so'ramaydi. Shuning uchun mana bu narsalarni ham e'tiborga olib qo'ysak, azizlar, bu yaxshi bo'ladi.